Yiqilib tushmasligim kerak. U meni ushlab olsa ham bo'lmaydi. Shunday xayollar bilan o'limdan qo'rqqan Koreys to'g'ridan-to'g'ri o'rmon bo'ylab yugurardi. Quyosh hali chiqmagan, lekin tong xira-shirasida orqasidan bir siluet qulardi. Yigitchaning kiyimlarini bir tomoni iflos edi. Bu uning yelkasidagi jarohatdan oqqan qon edi. Yigitchaning o'zini sherigi uni otgan edi, ammo u allaqachon o'lgan. Koreys baribir qoqilib, yumalab yerga yiqildi. Bu yiqilish unga bir necha daqiqa imkoniyat berdi. U o'rnidan turib daraxtlar orasidagi sharpaga vahima bilan qaradi. Yigitcha orqaga sudralib bo'ri uchun qo'yilgan tuzoqqa tushib ketay dedi. Uning miyasi tirik qolish uchun Eynshteynniki kabi ishlardi. Koreys sharpani tuzoqqa tushirib, o'zi tirik qolishga muvaffaq bo'ldi va quyonga o'xshab surib qoldi. Daryoga yetib kelganda u shunchalik holdan toygan ediki, suza olmasdi. Oqim uni yiqitdi, boshini toshlarga urib, uni yarim milcha sudradi. Yana bir bor suv ostiga bosh bilan kirib, yigitcha tashqariga qaradi. Undan bir necha 100 metr narida nihoyatda go'zal bir osiyolik qiz turardi. U shaffof ko'ylak kiygan, lekin kiyim uni chiroyini to'solmasdi. Bilol ham hayron. Go'zal qizni ko'rib Koreys qichqirmoqchi bo'ldi, lekin Daryo bunga yo'l qo'ymadi. Quyosh chiqqanda yigitcha o'z lageriga yetib bordi. U mashinaning orqasidan olov purkagichni oldi. U yon tomonga suyanib tugmani bosishi bilan o'rmondan osiyolik go'zal chiqib keldi. Qizning oyoqlari o'rniga qizil jun bilan qoplangan panja bor edi. U ingichka o'tkir tishlarini ko'rsatib kulib yubordi. So'ngra to'rt oyoqlab turib Koreys tomonga yugurdi. Yigitcha esa go'zal xonimni olov bilan kutib oldi. Shu paytda Pichoq nomli yigitchaning guruhi yetib keldi. Ular g'alati mavjudotni qo'lga olishdi. Omon qolgan agentni esa shifoxonaga yuborishdi. Bu SCP-953 ning birinchi qo'lga olinishi. 19-asr o'rtalarida ushlab olishgan. Bu mavjudot qayta tug'ilish qobiliyati tufayli poliformik gumanoid deb ataladi. Ammo Koreys mifologiyasida bu Kumixo yoki 9 dumli tulki deb nomlanadi. SCP-953 Keter sinfiga mansub bo'lib, odatdagi holatida taxminan 8 kilogrammli qizil tulkiga o'xshaydi. Qizil tulki bilan farqi shundaki, uning 9 ta dumi bor. 9 dumli tulki boshqa mavjudotlarga aylanishi mumkin va ko'pincha u jozibali Koreys ayolini tanlaydi. O'zgarishiga qaramay, gumanoidning yangi ko'rinishi ba'zi hayvoniy xususiyatlarini saqlab qoladi. Ular tishlar, dumlar, quloqlar va boshqa narsalar. Bu kamchiliklarni u yaxshi biladi, shuning uchun berkitishga urinadi. Ammo baribir odamlar unga aldanib qoladi. Ammo itlar buni qandaydir sezishadi va unga tajovuzkor munosabatda bo'lishadi. Odamlarga ta'siri uni butkul aqldan ozdiradi. Bu sifatlar lekin tulkida unchalik murakkab emas. Lekin jozibadorlik va ayyorlik bilan birga erkaklarni bemalol boshqara oladi va bunga juda usta. Tulki shu tarzda o'z anomaliyasini gipnoz qilganlaridan yashiradi. Bu xususiyatlar qurbonlarni iniga jalb qilish va ularni masxara qilishda ham yordam beradi. Tulki bu borada alohida iste'dodli, chunki u nihoyatda yovuz. SCP-953 zarbalar bilan qurbonlarini harakatsizlantirib o'ldiradi. So'ngra jasaddan jigarini chiqaradi. Tulki jigarni ilon kabi butunlay yutib yuboradi. Bu aytish mumkinki tezkor qotillik usuli. Agar tulki xavotirsiz va yetarlicha vaqti bo'lsa, u doim qurbonini qiynaydi. U ruhiy azob berib masxara qiladi va terisini tiriklayin shilib oladi. Tulki qurbonlarning qanchalik darajada azoblanishini ko'rishni juda ham yaxshi ko'radi. Mavjudot o'zini Kumixo deb ataydi. Uni Kitsune deb atashsa g'azablanadi. Bu Osiyo tillarida tulki yoki oddiy tulki demakdir. Nima bo'lganda ham tulki juda ham yoqimtoy. Xodimlar obyektimizni jahlini chiqarmasligi uchun ularga faqat Kumixo deb atalish buyurilgan. Hech kim ahmoqona savollar bermasligi uchun O5 kengashi kichik eslatma qoldiradi. U Cherokee hindusi bilan New Delhi hindusi farqini tushuntirish kerakmi deb so'radi. 9 dumli tulki va jinlar Osiyo mifologiyasining markaziy qahramonlaridir. Shunga qaramay, fond 2-jahon urushidan keyin Koreyada birinchi bor obyektga duch keldi. Busanga Sharqiy diviziyaning 5-otryadidan jangchilar yuborildi. Fond qayta tashkil qilingach, guruh mobil operativ guruh TT3 deb nomlandi. Og'zim charchab ketdi. 3 agentdan faqat bitta